Qirg'izistonliklar, sizlarga umuman besh ketganim yo'q. Mana bunaqa Sarichele deb nomlangan chiroyli lokatsiyalar bor ekan. 1000 yil oldin qanaqa bo'lib turgan bo'lsa, haligacha 2026-yil bo'lsa, hali ham xuddi shunaqa turgan ekanda. Agar bir mana shu lokatsiya O'zbekistonda bo'lganida bormi? Mana naryoqda bochka qilinardi. Toshkentdan Mastava bilan shashlik yegani kelardik. Mana bu yerda Murad Building katta qilib Novostroyga qurardilar deb. Mana shunaqasiga panoramli manzara qilib, panorama city qurilardi. Keyin mana bu yerda qoyadan turib pastgacha kanatga tortilinardi. Hozir bilasizlar, Sarchilayda cho'milish ham mumkin emas, tam lodkalarda ham uchish mumkin emas. Bu yo'lda lodkalar bo'lardi, qayiqlar bo'lardi. Naryoqda Titanik kemasini ham qo'yib qo'yardik-da. Toshkentda bo'lganida mana shu lokatsiya. Deb aytsam, bu hammasi hazil. Qirg'iziston xalqi va hukumatiga minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shunaqangi maskanni haligacha tabiiy holatida ushlab turganinglar uchun haqiqatdan Sarichele juda chiroyli manzara ekan.